Do'stlar, hozir davrimizga sizlar kutgan ajoyib xonandamiz. O'tgan yil bo'lib o'tgan Kamol 89 ko'rik konkursining g'olibi Oxinjon Madaliyev tashrif buyurishdi. Navbatni Oxinjon Madaliyevga beramiz. Do'stlar, bitta chiroyli tartibning ostida davraga mana shu ajoyib xonandamizni taklif qilamiz. Ahmad Oxinjon davraga muntazir. Shu xonadonga yo'lga onaxonlar, otajonlar, xushko'rishlar. Bu xonadon biz uchun juda aziz. 5 yil yildan beri mana shu uylarimiz mas'uldan kelib ketganmiz. Juda ko'p turganmiz. O'sha paytlarda shu navbatga orzu olganmiz. Shu yerlarda shunday to'y bo'lishi. Biz o'zi ertamandan kelib turishimiz kerak edi. O'zlarini avvalroq qilishdan to'g'ri o'sha odamga keldik. Bundan beri xursandchilik ko'ngillarida shunday qilishgan harakat qilamiz. Shu to'y bo'lgan yigitchilar ukalarimiz o'zlari o'ylagan yaxshi yigit bo'lsin, yomonimizga o'xshasin, yaxshi dadasiga o'xshasin. Hammalaring xonadonlar shunday bo'lsin. Sizni aytinglar, xizmat qiling. Sog' bo'ling.